voy, poker ko'chil. Pokeydan uy qursa bo'ladi deb kim aytdi o'zi? Men lishni aytmaganman. Aka pokeydan patologga izolyatsiya qilsa bo'ladi. Devordan izolyatsiya qilsa bo'ladi. Uni ham bilaman. Polga izolyatsiya qilsa bo'lishini ham bilaman. Lekin kim aytdi sizga pokeydan uy qursa bo'ladi deb? Okey, keling shu haqida bitta ma'lumot berib yubordik. Bu poker ham izolyatsiya vazifasini bajaradi. 0.03 koeffitsiyentgacha issiq suvni ushlab qoladi. Eng asosiysi pastdagi zaxni tepaga umuman chiqarmaydi. Uyingizdagi issiq haroratni pastga o'tkazib yubormaydi. Akajonim, siz babu uyingizni izolyatsiya qilishingiz kerak. To'g'rimi? Izolyatsiya qilgandan keyin uni ustidan setka tashlagan, setkaga skoba qotirishlangan u narsani qilib o'tirmaydi. Uy egasiga cho'nchagiga daromad, ustiga tez ish bitadi. Xullas, narxi juda ham arzon bo'lgan bu matlarimizga to'g'ridan to'g'ri ishlanib o'tiradi. Aka, eng asosiysi bu 60% ga yana sizni issiq sovuqni ushlab qolishga xizmat qiladi. Xullas, qishda uyga borganda uyi sovib ketgan qarindoshingiz bormidi, do'stingiz bormidi yoki o'sha videoni tashlab qo'ymasangiz, hozir uyni izolyatsiya qilib, to'pipol qilib qo'ymasa, yana qishda borganingizda muzda o'tiradi, aka. Mana endi kommentariga kirib okam, penoplastdan uy qursa bo'lmas ekan deb yozsangiz bo'laveradi. Universalda ko'zlash davom eting. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum.